Jigar, siz Alloh baytiga borib kelargansizda, duolarni qilib, oqlanib, poklanib kelargansizda, keyin yana kelib zinoni bosargansizda, keyin yana borib, yana oqlanib kelarkansiz. Endi bildim sizni qanaqa qilib poklanib olishingizni, jigar. Yangi axvat yig'ish, obunachi yig'ish, like yig'ish, vashchi qiziq emas. Men bitta qizimizni yonini olman. Bo'ldi. Mana bu odamni eshitinglar. Siz nima deb o'ylayapsiz? Nima mayli, anavi o'tirma sevar nimaiki degan bo'lsa ham haqqi bor, men haqimda. Nimaiki degan bo'lsa bu birinchi marta bo'lmayapti-da, Timur aka, bu ikkinchi marta bo'layotgan narsa. Birinchi martasida men tavba qildim, sevar bo'ldim, men tavba qildim, Xudoga qasam deb borib umraga borib kelgan, hajga borib kelgan. Tavba qildim deb bordi. Bilasizmi? 20 minut zaps. Yana ikkinchisi bor. Hozir ikkinchisi. Qarang. 40 minut. Yarim soat, 1 soat. Qarang, gapimni ketmayapti. Yana qahramon, yana sizga aytaman. Agarda bunaqa narsalarni puskat qilaman, siz hozir aytyapsiz, siz meni itardingiz. Bir bola, siz bir marta tavba qilgan ekansiz o'zi mana. Da, bir marta tavba qilgan ekansiz. Sevoriga qasam ichgan ekansizmi? Bir bola qilgan ekansiz. Endi ikkinchi marta ham endi masalan, endi qahramon zino, mashunaqa narsaki, bilib oling. Pastroq qo'y. Zino shunaqa narsaki, shunda tortib ketadi, har qayog'ingizdan urib ketadi. Nasibingizdan, rizqingizdan. Mayli, Dilmot aka, shoshmang, gapni eshiting. Jasur Umirov bitta 16 yashar voyaga yetmagan qizni zo'rladi, qamaldi, bilasizmi? Nimaga qamaldi? Zo'rlagani uchun. Qo'shiqchi Jasur Umirov, taniqli zo'r qo'shiqchi. O'z qo'shiq aytib yuribdi. Oradan 1 yil, 2 yil vaqt o'tdi, hech kim gapirmaydi ham buni. Men nima qilibman? Mayli, biz erkakmiz. Tavbamni qilaman, yana borib kelaman, yana tavba qilaman kerak bo'lsa, Dilmot aka. Yo'q, gapimni ketmayapti. Sizchi? U bitta artist u. U artist. U siz tabibsiz. Men Qoyilman. O'zingizni ayolingiz tasdiqlab turibdilar kimligingizni. Yana meni shakal deb yozib yordingiz, aka. Bo'ldi, keling, siz bilan bitta intervyu olaylik. Qattasiz usta, menga svязga chiqing, men sizdan intervyu olmoqchiman. Agar siz o'zingizga to'g'ri bo'lsangiz, men bilan ko'rishing va menda 5-6 ta savol bor. Agar shu 5-6 savolga javob bersangiz, o'zingizga zo'r bo'ladi, aka. Joningiz sog' bo'lsin.